Hamda Shahrisabz shahriga aholisiga bepul tibbiy ko'rik o'tkazish uchun kelmoqdamiz. Mana bugun bizning mahallamizga Shahrisabz tuman Achchig'i mahallasi, Achchig'i qishlog'ini mana shu Ozoda to'yxonasiga viloyatimizdan Qarshi shahar Turon universitetining dekani, Impuls sog'lomlashtirish klinikasining bosh shifokori To'ychiyev Sardor doktor buva tashrif buyurganlar. Bir qancha mutaxassislar bilan kelishgan bepul ko'rikdan o'tkazib berish, aholini bepul ko'rikdan o'tkazish bir savobli maqsad qilib kelibdilar. Xalqimizni sog'ligi uchun xizmat qilayotgan shifokorlarimizga ham Alloh taolo ikki dunyo baxt saodatini bersin. Bu quloqda bo'lmaydimi shovqinda? Og'riq ham bo'ladimi o'sha payt? Bugun Turon universiteti tibbiyot fakulteti talabalari va malakali o'qituvchi shifokorlari tomonidan Shahrisabz tumani Achchiq qishlog'ida aholi uchun bepul tibbiy ko'rik tashkil etildi. Yurak urishi tezmi bo'ladi? Mana shu doktorlarni yuborganlari uchun mana doktorlar ko'rib, kasallarimizni aniqlab, shular butkul hammasi yaxshi xizmat qilishyapti. Shukrlarga rahmat. Yaxshi doktorlar davolashdi, dorilar yozib berishdi.